Всем привет, друзья! Bizda bugun lentiyaniy kun bo'ldi. Hozir soat 4 atrofi va biz dugonalarimiz bilan ko'rishga ketyapmiz. Ertalabki videolarni olmadim chunki juda ham charchagan edim. Kechadan keyin ozgina pauza oldim. Xullas, va kechgacha bo'lgan vaqtni qo'yib boraman. Bir kunimizni, yarim kunimizni ya'ni ko'ramiz qanaqa o'tishini. Ketdik. Havo juda ham zo'r. Bundan foydalanish kerak. Men mana shunaqa shirincha qilib kiyintirib oldim. Вот она, сладость, сладость. Makiyajlar qilib oldim o'zim ham, qizim rosa yig'ladi. Endi ketamiz. Uydan chiqishimiz shunaqa ham qiyin bo'ldi. Bir balolar qilib chiqib oldik. Endi chiqadiganda qizim yig'lab injiqlik qildi. Zo'rg'a uspokаивать qilib, kolyaskasiga solmasdan даже bir qo'limda kolyaska, bir qo'limda qizimni ko'tarib chiqib keyin ko'chaga chiqqandan keyin kolyaskasiga qo'ydim hozir. Qizim Kaksida ko'zga ko'rib bo'ldi mana o'sha yoqqa. Bizda mana shunaqa havo. Aytdim yo'q bilmadim, sizlarga bugun qizlar bilan ko'rishamiz. Qachondan beri ko'rishni rejalashtirgandik. Bitta qizimni ko'rmoqchi edi, uni keyin xabarlarni chaqirdik. Uyimning oldida bitta Starbucks bor. Ana shu yerda hozir o'tirib ko'rishib, chaqchaq qilamiz ozgina. Ko'ngil yozamiz. Keyin ozgina balki aylanarmiz agar havo yaxshi bo'lib turib, yomg'irlar yog'armasa. Havasi yaxshi bo'ladi. Borishimiz kerak bo'lgan joyda nimadir konsert qanaqadir bo'lar ekan bugun. Biz lekin bexabar kelganmiz. Qizim, qo'rqmayapsanmi? Короче, adashib konsertga kelib qolamiz biz. Odam hamma yoqda. Lekin meni qizim uchun mumkin emas bunaqa baland konsertlarga borish. Hatto men o'zim borgim kelyapti. Here my girlie. Say hi. It's Gulnoza. Hello. Farisa. And Madina. Hi. And my girl is already sleeping. Now our mama is here. Yeah. So, Dior is already sleeping? Yeah. Let's see her. Oh, salam. Finger in the middle. So we'll be here sometime, then maybe go out. I don't know. It was kind of windy outside. I think so, yeah. The weather is nice, but it's kind of cold winter. Cold wind. Endi men telefonga rasm bo'lsangiz bo'ladi. Qizimku. Bu tomondan oling, yorug'roq ko'rsin. Naka? Don't cry. Bu begonasalarga odamlarni ko'rsin. O'shalim mani. Ninosi. Yo, ana yaxshi bo'lib qoldi, qarang. Come here. Let me go to jogging. Voy asalimi, mashallah. Shirinmi? But the neck is so strong already. Yeah. Da, she's a big girl. Yeah, the neck is so strong already. Yes, you are. Oh, don't cry. Oh, don't cry. Oh. We're rocking. Chili? Rocking. She likes it. Rocking. Nima unga? Uyada Qog'ular qo'shdi. Потому что anaqada 7da planiga bormoqchiman. Все аутис такие busy people. Лалюшка. Let's take a selfie together. And then... Yeah. Oh, where is the Baby. Hello. Hali ham Starbucksdaman. Hozir qizlar bilan Rosminga kiramiz va u yerda bir ikki narsani sotib olamiz. Qizimga bitta dugonam katta oyoqcha olib ketdi. Juda ham chiroyli. Biz bugun qizimga mana bunaqa narsa sotib oldik. Kolyaskasi uchun juda ham chiroyli. Qizimga yoqdi. Игрушкani qarayotgandik. Aytdim, Rosminga kirdik deb. Dugonam unga podarka olib berdi. Yangi butulочка va mana bunaqa narsani sotib oldik qizimga. She likes it. Biz uyga qarab ketamiz. Mana dugonam Fariza bilan
Biz ketyapmiz hozir. Наконец-то qizim yangi odamlarga o'rgatishni boshladi. Yangi odamni ko'rsa yig'lashni boshlayapti. Shuning uchun yangi odamlarni ko'proq ko'rsatishim kerak ekan. Przepraszam, nie Bizni xolamiz kelganlar uyimizga. Ups. Da, qizim. Qizim xursand bo'ldi, maza qilib o'ynadi. Tak, bo mama. Lo'sh. Bizga kattagina игрушка olib kelgan xolasi. Игрушкamizni asal ayiqcha. Cały czas śpiąco, tak? Ej, stój. Stój. Ей нравится. Что это? Our auntie. It's like two buns. Yeah. Oh, are you sleepy? You're sleepy. Yes, I know. So our auntie came to us today. Say hi. Next year our auntie also is having Finally. baby. Inshallah. Allah. Inshallah. And we'll be playing together with our baby. Baby. Okay. Bye. Oh, osmon chiroyligini qaranglar. Indoneziyalik dugonamni kuzatib qo'ydim. Uyga ketdi va biz uyga qaytyapmiz. Qizim uxlayapti. Injiqlik qildi va uxlab qoldi. Qizlar bilan ko'rishib to'g'risi maza qildik. Anchadan beri ko'rishganimiz yo'q edi. Gaplashdik, ozgina maza qilib o'tirdik. Это хорошо. Kun qanaqa o'tganini ham bilmay qoladi odam. Osmonni qaranglar, qanaqa chiroyli. Wow. I like it. O'rtoqli soat kechqurun 2:30. Kechagi videolarni montajini qildim. Unga ko'p vaqtim ketmadi, lekin montajdan telefonimga o'sha bo'lgan montajni eksport qilish uchun 2,5-3 soat где-то vaqt oldi telefonim. Высокий качествоda qo'ygandim shuning uchun. Endi esa YouTube'ga uni joylashtiraman, ikkinchi videomni va o'zim uyquga yotaman. Qizim esa uxlabdi. Turganlaringizda qizim hali o'zini joyida emas, uni o'zini joyiga yotqizishim kerak. U joyga olib bormadim chunki mendan uzoqda yig'lash mumkin. Yonida o'tirdim. Ana shunaqa buguncha hammaga xayr. Kelasi videolarda ko'rishguncha